12. qism. Agar jahondagi hamma odam bir-birining ko'ngildagini biladigan bo'lsa, nurg'un o'qishmasliklar, ko'ngil og'rishlar, nurg'un fojialar yuz bermagan bo'ladi. Rahila xonim bilan Mahmud apandining bolalarning turmushiga dars ketmasin, buningdan keyin bundoq bo'lmas deb o'ylab, bu ishni Ahmad apandiga demaganligi Gulnoziyaga ularning tumirni bo'sh so'qadigan ta'sir berib, titrab turgan yuragi cho'ngishga boshladi. Gulnoziya Ahmad apandining oldida nihoyat mehribon, nazokatlik bo'lgan bilan Sohiraga kelganda xuddi nervisidan odishib qolgan sarangning o'zili bo'ladi. Sohira, bu yoqqa chiqa! To'ladi Gulnoziya yana sarangliqqa tutib. Ammo Sohiradan hech bir sado yo'q edi. Sohira, bu yig'ish quloq. Texi gapimni anglamag'idek bo'pti-da bu. Gulnoziya shundoq deginicha Sohiraning yotoq uyiga etilib kirdi. Sohira karavotida hanvoqqanicha o'tiradi. Gulnoziyaning texmi judoni tutdi. Dalta davasam. Rost dalta bo'ptimi bu hay? Men seni chaqirgan ekan. Nima qishimga chiqmay daltadek o'tirib ketding? Tura o'rningdan, chiqa bu yoqqa. Gulnoziya shundoq deginicha yana Sohiraning qulqidan tortqanicha uydan so'rab elib chiqdi. Odamning mushu qulqi degan narsa elastikiligi to'limi yaxshi narsa ekan. Sohiraning quloqlarimi Gulnoziyaning kun atlamay yulishlariga uzilib ketmadi. Ammo uning anglash iqtidoridan masla chiqotdi. Bugunmi u Gulnoziyaning o'zini chaqirganligini anglayolmag'achqa, yana shu gunohkor quloqlari so'zilyotdi. U bugun tunji bo'lib Gulnoziyaga qarshilik ko'rsatdi. Chunki uning quloqlari, uning buvisi, momusi kelgan o'sha kundan boshlab og'rib turardi. Bu qiz mushu yovuz Gulnoziyadan qo'rqib, bu ishni yodidasiga aytolmadi. U quloqlarini ching tutib oldi. Ondan Gulnoziyaning qo'lidan yo'lg'inib chiqishga urindi. Kichik bo'lsa-mu, u odamda. Toshqan janida ochig'i kelsa odam ishlaydigan tursa. Ammo Gulnoziyaga Sohiraning bu qilqi bir ozmo yoqmadi. U Sohiraning qo'lqini qo'yib berib, cho'ki bilan tarasiltib nachini silvatdi. Sohira birdam qiyochiyoq qilib piltanshib ketdi. Gulnoziyaning nafsi bugun uyda shunchola ko'p yeydigan, ichadigan narsalarning birini tortmay gazir chiqishni taqozo qilib qolgan edi. U Mahiraning qo'liga pul tutqazib, uningga gazir ilib kirishni aytdi. Uni eshikdan sirtqa chiqaribdi. Sohira Gulnoziyaning gaplarini aron degudek anglab, gazir sotadigan tarafga qarab mangdi. Amaliyotda ularning qo'rosining sirtida ancha-muncha do'konlar bor bo'lsa-mu, lekin bugun nemishqadir dal ashu do'konni ochmagan edi. Sohira gazir yo'qkan deb kirsa, o'zining yana nima kunlarni ko'rdiganligini bilgachga gazir tip kelish uchun oldiga qarab mangdi. U xeyli mangib bir talla do'koniga kirdi-da, gazirni ilib yenib chiqdi. U yo'lning qarshi tarafiga o'tmak bo'lib yugurdi. Dal shu vaqtda do'qmushdan bir mashina chiqqanicha Sohira tarafga keldi. Mashina bir tarafdan ansiz signal berib, bir tarafdan tormoz tutdi. Ammo yanali kechikkan edi. Sohira garchi yo'ldan o'tib bo'lishiga ozla qolgan bo'lsa-mu, ammo mashina uni yanala yo'lning chetiga so'qib chiqarib etgan edi. Har holda mashina sur'ati tez emas edi. Lekin kichik qiz yerda qimir qilmay yotadi. Shopur ayol edi. U bu voqeadan bekli hodiqib jiddiyleşib ketdi-mu, damalliqqa mashinadan tushmay, rolga beshini qo'yib birdam o'tirib ketdi. Olg'icha kishilar bu yerga kelib, Sohirani yo'lashtirdi. Qiz hushsiz edi. Bir kishi mashinadan tushmay o'tirgan oyog'iga qaradi. "Voy ukam, hanqib o'tirmay tushing mashinadan. Ma qizni doktorxonaga opiring." Bir kishi shundoq dedi.
Shundala ayol sal hushiga kelgandek bo'ldi-da, mashinadan tushib, Sahirani ko'tarib kelayotgan kishilarga mashinaning keyni eshigini ochib berdi. Kishilar Sahirani keyni o'rindiqqa avaylab yotqizib qo'ydi. Qizchaq qo'yarlangandek emas. Shundaqdami uni doktorxonaga olib ko'rsatib beqing. Kichik bola emasmi? dedi biraylar. Ayol beshini langshitganicha kishilarga rahmatini bildirib etib mashinaga chiqdi. Bu ayol boshqa birisi emas, dal Farhodning singlisi Faxriya edi. Faxriya mashinani qo'zg'atmay turibla, akisi Farhodga telefon qilib, o'zining bir kichik qizni so'qib qo'yganligini, o'zining hozir doktorxonaga boradiganligini, shunga Farhodning doktorxonaga berib yordam qilishni aytdi. Ondan mashinani haydab doktorxonaga yurib ketdi. Sahiraning gimnaziyaning chiqishi uchun ilib mangan gazdir bilan oshgan parch-purat pullar Sahira yiqilgan joyini bir olg'inicha chechilib qoldi. Faxriya bilan Sahiraning bu xil yusunda o'chirishishi ularning hayotida qanday burilish yasaydiganligini hech kim bilmaydi. Balkim bu hayotning ajoyib o'rinlashtirmasidir. Faxriya Sahirani ilib doktorxonaga bordi, ammo Farhod ko'rinmaydi. U akasiga yana telefon qildi. Aka, men doktorxonaga kelib bo'ldim. Senchu ruxsat so'ray oldingmi ya? Ha, mana. Men bu doktorxonaning oldiga kelay dedim. Birdam turib turgan, dedi Farhodmi jiddiyla. Oradan 5 minutmi o'tmay Farhodmi yetib keldi. Farhod Sahirani ko'targanicha doktorxonaga elib kirdi. Farhod doktorlarga Sahiraning mashinaga so'qilib yiqilganligini aytdi. Doktorlar Sahirani tekshirib beqish uchun oldi bilan tashqi zaxmlarini kuzatdi. Uning bilaklari va tizlari surilgan, beshining o'ng tarafimi ozroq surilgan, quloq atrofi suz ko'kargan. Ondan badallarda ko'k ranglik, qo'ng'ir ranglik ko'ni dog'larning borligi degandek ahvollarni bayqadi. Qolgan yerlar asosan sog' turadi. Odatda bu xil ahvolda bemor hushsiz turavermaydi. Shunga doktor Sahiraning mangisini CT apparatiga silib ko'rib beqishga xat qilib berdi. Farhod qizni ko'tarib CT apparatda tekshirish uyi tarafga elib mangdi. Faxriya rasmiyat bajarish uchun haq to'lash o'rniga mangdi. Pul to'laydigan chog'da pul yig'ishga mas'ul doktor bemorning ismini so'radi. Bemorning ismi? Ha, uning ismi Farida. Uning yeshi? Ha, uning yeshini 7 yosh deb yozib qo'ying, ha. Doktor bir nim demoqchi bo'ldi-yu, lekin ortiqcha gap qilmay, rasmiyatni bajarib Faxriyani yo'lga soldi. Farhod Faxriyani CT uyining oldida kutib turgan edi. Ular pul to'lagan talonni doktorlarga topshirib, qizni tekshirish uyiga elib kirdi. Doktorlar qizning mingisini tekshirib, qizning mingisining 2 yerda yenik darajada qon uyib qolgan ahvolni bayqadi. Shuning bilan qizning yotoqda yetish zarurligini aytdi. Aksanlar tartishib yurmayla qizni yotoqqa oldirishdi. Ular doktordan uning ahvolini tafsiliy so'radi. Buningga bemor hushiga kelganda ondan to'liq diagnoz qo'yg'ili bo'ladi. Bemor ang kechikkandimi, ertagacha hushiga keladi. Agar ertagacha hushiga kelmasa, biz uni yana ichkirilab tekshiramiz. Sizlar imkon bor uning qishidan ayrilmanglar. Bemor hushiga kelsa, cho'qim bizga aytinglar. Akisinin ikkilan doktorga ma'qul deyishib rahmat etishdi. Asma o'kil bir xil ritmda tushyotdi. Qiz bo'lsa ko'zni ochmay yotadi. Akisinglar bo'lsa qiz helili ko'zni ichib qoladigandek ko'zini uzmay qizga qarab o'tiradi. Mana sahar soat 4 bo'ldi. Ammo qiz hech bir hushiga keldigandek emas. Faxriya texi qizni doktorxonaga elib kelguncha qizni unchbek og'ir yorlandi deb o'ylamagan edi. Ammo qiz hushiga kelmagancha jiddilashib ketdi. Farhod pat-pat Faxriyaga tasalli berdi. Amaliyotda u Faxriyaga tasalli bergani bilan o'zini behli asrab turadi. Oxiri sahar soat 5:30 bo'lgan chog'da qiz midirlashga boshladi. Akisingil ikkisi hayajonlanib ketishdi. Qiz asta-asta ko'zlarini ochdi. Ammo uning chiroyida hech qanday ifoda ko'rilmaydi. Akisingil ikkilan navbat bo'yicha qizga gap qilib ketdi. Ammo qizda yanala hech qanday inkos yo'q edi.
Qanday xil bo'lmasin, qiz gap qilish kerakdi-ku. Ular jiddiyleşib doktorlarni chaqirishdi. Doktor kirib qizni tekshirib ko'rib edi, qizning ko'zi hech narsani farq etmadi. Ular qizga gap qilib baqdi, ammo qiz ularga qarab iboratsiz turdi. Qiz gap qilishni xohlamadimi yoki u anglamadimi, ish qilib jimla turadi. Doktor qiz kelgan vaqtdagi ahvolni esladi. Doktorning yodiga qizning qulqining atrofidagi so'z ko'k esiga keldi. Shuning bilan doktor akisinglarga hali doktorlar ishga tushganda uning qulqini tekshirib beqishni topiladi. Ko'zning ishiga kelsak, agar qiz burundan a'mo bo'lmasa, bu ish qizning mangsidagi hilqi qon uyib qolgan o'rinning ishi bo'lish ehtimoliga yaqin. Bunaqa biz o'sha uyib olgan qon eriganda ondan yana tadbir qo'llanamiz. Meningcha qon nuqtasi erisala qizning ko'zi asliga keladi. Quloqning ishini biz tekshirib beqib, ondan bir nima deyli. Bu yiqilishdan paydo bo'lganmi yoki boshqa sabab bormi? Avval tekshirib boqayli. Bakma ansirab ketmanglar, deb qo'yib chiqib ketdi. Doktorning gapini anglab, Faxriya lassida bo'shab ketdi. Farhod uning bu holini ko'rib, uningga tasalli berdi. "Sog'lam, bek ansirab ketma. Doktor dedi-ku, qizning ko'zi o'ngshildi deb. Hilqi qizning qulqini tekshirib baqsin. Angacha bek aldirab ketmayli. Ansirma, yaningda men bor." Men o'zimcha qizning ahvoli bek ig'ir emas. Bek bu so'yishdan ketganda deb o'ylabdikan men aka. Men rostila qo'rqyapman. Agar uning qulqimi mushu qatimqi yiqilishdan shundoq bo'lib qolgan bo'lsa-chi, qanday qilamiz? Qo'rqma. Mayli qanday xil bo'lsin, biz cho'qim bu ishga yuzlanishimiz. Uni cho'qim davolatishimiz kerak. Ansirma. O'zingni erkin tutqin sog'lam. Bo'ldi-ya? Farhod shundoq deb Faxriyaning murisiga yenik shaplaqlab qo'ydi. Faxriya aksi Farhodning tasallisi bilan xeyli o'zini tutib olgan bo'lsa-mu, ammo yanala bir xil xotirjam bo'lmay, ichida davomliq bir nimalarni deb nitaq qiladi. Hayotliq, menga mushundaqmi chaqchaq qilamsan? Men hozirgacha hech kimga yomonlik qilib boqmagan. Ajaba, menga mushu ishni yo'liqtirdingmi? Sendan o'tinay, qizchaq asarlik bergin. Uning tezroq asliga kelishiga madad bergin. Qizchaqnimi, menimi bundoq mushkulotga qo'ymag'in. Doktorlar ishga tushgandan keyin ular qizchaqning qulqini tekshirib ko'rdi. Qizning qulqining anglash sezgisini yo'qotishi qandoqdir bu qitim bir qitimliq yiqilishdan emas, balki uzoq mezgil ko'p qitim so'zilishdan, tortilishdan, yumshoq to'qilimlarning zaxmlanishi tufaylidan kelib chiqqanligi aniqlandi. Har holda bu ish bu qitimki hodisa bilan munosabatsiz ekan. Omo qizning yumron bilaklaridagi tunugun cho'kiyigan chig'idagi qon uyib qolgan o'rinlarni ko'rib, yuragi qartadi qilib qoldi. Faxriya akisini ishga mang'izib etib, o'zi qizning qishida qoldi. Shundoq chiroyli bir qiz, ha? Bu qizda kichik qizlarga xos umoqlik, cho'ng qizlarga xos go'zallikning hammasi biladi ekan. Kiyim-kechaklardan qaraganda bu qiz xeyli boy oilaning bo'lsadekmi qilib turdi. Acaba mushundoq oilada qizning qulqini so'zib gaz qilib qo'ydigan shundoq zaharxanda toshyurak sapohsiz odam bormidi? U odam qizchaqning nimasidir? Asli bundoq oilada cho'ng bo'lgan qizlar undoq bo'lib qolmasligi kerak edi. Hey, bu qizning ota-onasi uni izlamaganmidi? Uning qulqini gaz qilib qo'ygan bundoq bag'ritash odamlar haqiqatan qizning yo'qligidan xo'sh bo'lgandi. Isat, bechora qiz. Shu azoblarga qandoqmi chidagansiz? Rahimsiz kishilar qizning qulqini mushundoq qilib qo'yib, uni davolatib boqmabdi desa, texi badallaridagi ko'klar uyib qolgan qonlardan qaraganda haqiqatan odam emas nimalarkan u. Doktor dahi qizning qulqi tunugunmi qattiq so'zilgan ekan davolatdi. Voy Isat, men jinimda chidayolmayapman. Bo'ldilar. Men dahi siqchiga ma'lum qilib qo'yay deb o'ylagan edim. Bundoq zalim kishilarga bolani tashlab berganlik, uni o'limga tutib berganlik bilan o'xshash emasmi? Uni o'zimga singil qilib olaychi, deganlarni o'yladi.
تەقدىرنىڭ چاقچىقى ناملىق كۆپ قىسىملىق ئاۋازلىق ئەسەرنىڭ 12 قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.